Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, yaxshi yuklama. Ramazon oyi bilan bugun mana shu gilamimizdan savdo pishdi. 6,5 metrlik gilam mana hali bir 3-4 metr ochilib turibdi. Bu yoqda hali o'ramida bor. 6,5 metrlik gilamimiz mana sotildi. Ko'rishingiz mumkin. Mana dizaynlar nesi yaxshi. Kачествоsi. Buni 2275 mingga berdik. Keyin mana 7 metrlik zalga yana bir gilam berdik. Bunun oq rangi bu. Hozir videoni pauzaga qo'yib turaman, ochib olamandan ko'rsataman. Buni ochamiz. Buni hammasi berdik. 7 metrlik gilam, 7 metrlik zalga buni ochib buklab Yandex bagajdan chiqarib beringlar dedi. Pullarni hisoblashib ketdi. Bu nima tindagi siniydi? 2.275 ga berildi. 6,5 metrlik, bu 7 metrlik 2.700 so'm gilam edi bu. 2.450 ga berdim. Birisi ayollar xonasına, ikincisi erkeklar o'tiradigan yerga ekan. Hozir mana ochilgani. Qoptolarında mana o'rama sachoqlari bor. Ko'jali bo'ladi. Qonligi yaxshi. Qonligi bor mana 1 sm. Sovuq akril sovuq bo'ladi, dona sovuq bo'ladi. Mana tindagi siniy svetning oq sveti bu. Ayollarning xonasına 7 metrlik, erkeklarga 6,5 metrlik berildi. 2.275 ga, 2.450 ga. Yana gilam kerak bo'lsa kelaverasizlar, naqd pul, plastik, kredit ham bor. Yana guli.